Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün yine adetimiz boyunca Ahmet'in ögünüş tarqıtışını başlayayım. Kitap okuyayım. Minnettarlık xatir sezimen. Saqish kunli xatiramni yozaman. Ondan keyin kitap okuyayım. Bir ish ketildi. Aldı bilan o'rgandik. Tafsir javharlardan 208 betdan 218 betgacha o'qib beray. 209 betdan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudilarning bir qism jinoyatlari. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا آهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tercümesi 99. ayet. Şek şüphesiz ki biz sana roşen ayetlerini nazil kıldık. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. 100. ayet. Yahudilar har qachon biror ahd tuzishsa, ulardan bir turkumi uni buzadi. Balki bularning to'lisi Muhammad alayhissalom elib kelgan dinga ishonmaydi. 101. ayet. Ularga Alloh tarafidan qo'ldagi kitobni tasdiqlovchi bir payg'ambar kelganda, kitob berilganlarning bir qismi xuddi uning payg'ambarligini bilmaydigandek, Allohning kitobi bo'lgan Tavratning orqasiga tushirib o'tadi. 102. ayet. Ular Süleyman'ın padişahlık zamanındaki şeytanlarının sehirgarlıkka ait sözleriga ergashdi. Süleyman kafir bo'lmadi. Ya'ni sehirgarlik qilmadi. Lekin shaytonlar kishilarga sehrni, shunaqla Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishta tushirgan sehrni o'rganib kafir bo'ldi. Bu ikki farishta bizning avatilishimiz faqatli bir sinoq. Hargiz kafir bo'lib ketmagan demay turib, hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular, yeni insanlar bu ikisinin ayolni bir-biridan ayırıldığan sehirgarlikni öğünetti. Ular sehir orqali Allohning irodasiz hech kimga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'ziga ziyoni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Yahudilar Tavratni sehrga tegish kuchiga oxiratda Allohning rahmatidan hech nisbi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarning badliga tegishgan sehr nima degan yomon? Agar ular o'zlariga nimaning foydali ekanligini bilsaydi, sehr uchun jonlarini pido qilmagan bo'ladi. Tafsiri. Ey payg'ambar, biz sana payg'ambarlikni isbotlaydigan opuch dalil isbotlarni va ro'shan oyatlarni nazil qildik. Bunday keskin dalil isbotlarni va
bu oyatlarni faqat to'g'ri yo'ldan adashgan, aql va mantiqning chek-chegarasidan chiqib ketgan, Alloh taoloning dinidan ozgan aqlsizlarla inkor qiladi. Bundaqlarning oxir boradigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Yahudiylarning ahdini buzishi nima degan yomon? Ular hamisha shundoq ahdini buzadi. Yana ularning ko'pinchisi Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etmaydi. Alloh taoloning va'dalariga o'zlarining diniy dasturi bo'lgan Tavratga ishonmaydi. Oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalom Alloh taolo tomonidan aslidagi Tavratni tasdiqlovchi oxirgi samoviy kitob Qur'on Karimni olib kelganda, Yahudiylarning mollari qo'llaridagi Tavratni orqasiga cho'riydi-da, Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini va bishoratlarni bilmaganga soladi va ularni kishilarni yoshiradi. Yahudiylar Alloh taolodan kelgan haq kitob Tavratni qo'yib, Sulaymon alayhissalomning davridagi shaytonlarning sehrgarlik va ramchilikdan iborat yolg'on so'zlarga va razil qiliqlarga ergashdi. Sulaymon alayhissalomning zamonida shaytonlar va jinlar farishtalarning bir qism xabarlarini o'g'irlab, ko'plagan yolg'on so'zlarni to'qish bilan kishilarni aldaydi. O shaytonlar kishilarga bular Sulaymonning ilmlaridir. Sulaymon faqat mushu ilmlarning foydasi bilan podshoh bo'lgan deydi. Alloh taolo Yahudilarning bunday yolg'on so'zlariga raddiya berib, Sulaymon alayhissalomning sehrgarlik qilmaganligini, balki shaytonlarning kishilarga sehr o'g'itish bilan kafir bo'lganligini bayon qiladi. O'z vaqtidagi Yahudilar kishilarni azdirish, er-xotinlarni bir-biridan ayiritish uchun sehrni qo'llanadi. Ondan Alloh taolo Harut va Marut ismli ikki farishtani Babul shahriga sehr bilan mo'jizning farqini kishilarga ayirib ko'rsatish uchun avatgan. O ikki farishta sehrgar emas va kishilarga sehr o'rgatgan emas edi. Ular hamisha kishilarga bizning avatilishimiz faqatla bir sinoq, hargiz kofir bo'lib ketmagin deb jakorlaydi. Yahudilar shaytonlardan sehrgarlikni o'rganib, kishilarni qasdlab ularga ziyon yetkazishga va er-xotinlarni bir-biriga o'ch qilib ayirishga urinish qatorliq razil qiliqlarni qiladi. O'zlarining diniy dasturi bo'lgan Tavratni bo'lsa, orqasiga cho'rayotgan bo'lib, uning amal qilmaydi. Amaliyotda Yahudilarning mollari Alloh taolaning kitobi bo'lgan Tavratga amal qilishni tashlab, kishilarga ziyonkashlik qilishning yo'li bo'lgan sehr bilan jon boqadi va o'zlarining oxiratligini dunyolik manfaatlarga tegishadi. Yahudilar sehrgarlik qilib kishilarga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa-mu, ular Alloh taolo iroda qilmoqcha hech kimga ziyon yetkazolmaydi. Chunki hamma ish Alloh taoloning irodasi bilan bo'ladi. Ular o'zlariga foyda emas, balki ziyon keltiradigan narsalarni o'rganadi. Ular sehrgarlik qilib oxiratlikni oz-to'la dunyolik manfaat uchun setayotganlarga oxiratda yaxshilikdan hech qanday nasib yo'qligini bilib turib, bu yomon qiliqni qiladi. Agar ularda anlaganlarga amal qilishga turtki bo'ladigan ilm bo'lsa edi, ular bunday yomon qilmishni qilmagan bo'ladi. Agar Yahudilar Alloh taologa iymon etgan va undan qo'rqgan bo'lsa edi, ularga Allohning dargohidagi katta mukofotning bu dunyoda sehrgarlik qilib topgan harom mol dunyodan albatta yaxshi va afzal bo'lganligiga ishongan bo'ladi. Ular Allohga iymon etishdan va uning azobidan qo'rqib, amr farmonlarini o'rindash va to'sqanlardan yenishdan hosil bo'lgan katta mukofot va ajr savobning qadr-qimmatini bilsa edi, albatta iymon etgan va Alloh taoladan qo'rqgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom oxiratda bu dunyoda qilgan amaldan 2 ortiq ajr va mukofotga ega bo'lganlarni bayon qilib, mundaq degan: Salasatun lahum ajran, rajulun min ahlil kitab آمن ببنيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. Yani 3 xil odamga 2 hassa ajr berildi. Ularning biri ahli kitobdan bo'lib, o'zining payg'ambarga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirgan odam. Yana biri birovning igdorchiligiga qul bo'lib, Allohning haqqini va xo'jayinning haqqini ado qilgan odam. Uchinchisi, ilkida cho'risi bo'lib, uni yaxshi tarbiyalagan, bilmaganlarni o'rgatgan, ondan uni qulluqdan ozod qilib deb nikohiga olgan odam. Kashki kishilar o'zlarining oxiratlik foydasini bilgan bo'lsa edi. Mulohiza:
Sehr kishilarning ko'zlarini bo'yaydigan va bo'lmagan ishlarni bo'lganda xiyol qildirgan ishdir. Sehr o'zi bevosita ta'sir ko'rsatolmaydigan, faqat Alloh taoloning irodasi bilan o'z ta'sirini ko'rsata ishdir. Sehr tilsimga o'xshash insonlarning to'lisi bilolmaydigan usuldir. Sehrgarlar Qur'on Karimning hukmi bo'yicha kofirlardir. Muhim nuqtalari. Birinci, Yahudiler her zaman vədisiga xiloflik qilib kelgan bo'lib, musulmonlarning hoşyar bo'lishi va ularga aldanmasligi talab qilinadi. Ikkinchi, Tavrat asli nusxasi e'tibori bilan Musa alayhissalomga Alloh taolo tarafidan nozil bo'lgan ilohiy kitobdir. Uchinchi, haqiqatni obdan bilib bo'lgandan keyin uni inkor qilish va bilmaslikka silishning gunohi nihoyatda og'irdir. To'rtinchi, Qur'on Karim va sunnatdan yuz o'rish jimi baxtsizliklarga va ozg'unliklarga sabab bo'ladi. 5. Seyir qılğışlar və onu öyrəngüçülər kafirlardır. 6. Yaxşılıq, yamanlıq, faydasıyan həmmini yaratqıcı və bəlgilgücü fəqət Allahdır. Əxlaq və göstərmələr. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sünnet, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri, iş faaliyetleri, əməl ibadətləri və başqalarının sadir bolğan işlərdən dinin göstərmələrə uyğun keldiganları, muvafiq görgənləri deganlardır. Hadis Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri bulup, köp sanlıq ulamalar sünnet bilen hadisini bir ma'noda deb qaraydı. Sünnet Qur'on Karimning amalda tatbiq qilinishidir. Sünnetning manbasi Alloh taolodir. Chunki sünnet yoki hadis lafzi Muhammed Aleyhisselam'a, ma'nosi Alloh taologa mansubdir. Sünnetning islom fiqhidagi ma'nosi Peygamber Aleyhisselam farz, vacib amallarni sirtida qilgan va bizning qilishga tavsiya qilgan amal ibodatlardir. Məsələn, 5 vaxt namazının sünnətlərini oxuş, taharet alğanı misvaq qılınışqa oxşayan əməllər. Tərcümesi 103-cü ayət. Əgər ular iman etqan və Allahdan qorxan bolsaydı, ularga Allahның dərgahidəki mükafat, yəni seyrgərlikdən tapqan mal dünyadan əlbəttə yaxşı bolduğanlığına işənən bolatdı. Ular imandan və Allahdan qorquşdan kelgan mükafatның qimmatini bilsəydi, Elbette iman etqan bo'lardi. 104 oyat. Ey iman etqanlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Uning so'ziga quloq solinglar. Kofirlarga dardlik azob bor. 105 oyat. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofirlar Rabbinglar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Albuki Alloh rahmatini xohlagan bandasiga xos qiladi. Alloh buyuk fazl egasidir. Tefsiri. Müslümanlar adette Peygamber Aleyhisselam'dan ta'lim alayotgan vaqtlarda onunğa ra'ina bizga qarab qo'yamlikin deb xitob qiladi. Bu so'z Yahudilarning tili bo'lgan İbrani tilida bizning past kishimiz degan haqorat va tillash ma'nosini ifodalaydigan bo'lib, Yahudilar Peygamber Aleyhisselamni haqoratlash va masxir qilish uchun bu so'zni o'zlarining tilidagi salbiy ma'nosida doim degidek ishlatadi. Şuna Allah Teala Müslümanların bu sözünü kullanışını mani qilib, onun o'rniga arab tilidagi yana shu ma'noni bildirdigan unzurna bizga qarab qo'yamlikin degan iborani ishlatishga buyuradi va keng musulmonlarga xitob qilib, ey musulmonlar, payg'ambarning so'ziga quloq solinglar. Qur'on Karimni qabul qilish niyati bilan anglanglar. Chunki Qur'on Karimni inkor qilgan kofirlarning oxiratdagi azobi haqiqatan qattiq bo'ldi. Meyli Yahudilarning kafirleri bolsun, meyli Arab müşrikleri bolsun, ularning hech biri sizlarga biror yaxshilikning kelishini yoqtirmaydi. Lekin Alloh hammaga qodir va hikmat bilan ish qiluvchi zot bo'lganlikdan payg'ambarlikni va har qanday fazl marhamatini o'zi tanlagan bandasiga va o'zi ixtiyor qilgan millatga ato qiladi. Kafirlar uningga hargiz to'sqinlik qilmaydi deydi.
Allah Taala yuqorqi oyatda musulmonlarga kamoliy adab axloqning qoidalarini o'rgatdi. Bo'libmi ularning Rasulullohga xitob qilgan vaqtlarda uning adab va hurmat bilan so'z qilish, uni esil va chiroyli so'zlar bilan chaqirish, uning azor yetkazadigan so'z kalimalarni qo'llanmaslikning naqadar muhimligini bayon qildi. Chunki payg'ambarga azor berish Alloh taologa azor berganga o'xshash cho'ng gunohlardan sanaladi. Ahvol bundoq ekan, payg'ambarni hurmatlash, uni söyish Alloh taoloni hurmatlaganlik va sevganlikdir. Keyingi oyatda mayli ahli kitobdan bo'lsin yoki arab mushriklardan bo'lsin, islom dinini inkor qilgan kofirlarning musulmonlarni yaxshi ko'rmaydiganligi va ularga biror yaxshilik kelishini xohlamaydiganligi, shunga musulmonlarning ularni o'zlariga do'st qilib olishining oqibati nadomat bilan xulosalanganligi bayon qilingan. Muhim nuqtalari: Payg'ambar alayhissalomni hurmatlash va uning so'zlarini qabul qilish tarzida quloq silib anglash har bir musulmonning diniy burchidir. Ikkinchi, payg'ambarga itoat qilish, uning buyurganlarini o'rindab, ma'ni qilganlardan yenish islom dinining oldingi talablaridan biridir. Uchinchi, kofirlar musulmonlarga azaldan dushman bo'lib, ular musulmonlarga biror yaxshilik kelishini qat'iy yoqtirmaydi. Hukm amaldan qoldirilgan oyatlar. ما ننسح من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Tercümesi 106. ayet. Biz qandaqlı bir ayetni amaldan qaldırsak yoki unutildirsak, uning o'rniga uningdan yaxshiroq yoki shunga o'xshash bir ayetni keltiramiz. Sen Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? 107. ayet. Osmonlarning va zaminning hukmronligining Allohga mansub ekanligini, sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st yoki madadkor yo'q ekanligini bilmamsan? 108. ayet. Yoki ilgari Yahudilar Musoga talab qo'ygandek, sizlarmi payg'ambarlarga talab qo'ymoqchi bo'lyapsizlar? Kimki iymonini kufrga tegishgan, u rostla to'g'ri yo'ldan azgan bo'ldi. Nazl bo'lish sababi. Mufassirlarning bayon qilishicha, mushriklar Muhammad sahobalarni bugun bir ish buyursa, ertasi uningdan ma'ni qiladi. Chunki bu Qur'on Muhammad o'zi o'ydirib chiqqan so'zlardir. Shunga u bir-biriga zid keladi deb bildirgan chaqda Alloh taolo ularga raddiya berish uchun ما ننسح من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها degan oyatni nazl qilgan. Tafsiri: Alloh taolo o'z hikmatiga asosan Qur'on Karimda ilgari nazl qilgan ba'zi oyatlarni amaldan qoldirgan bo'lib, oyatlarni amaldan qoldirish ba'zi hukmini amaldan qoldirish bilan, ba'zida tilovatini amaldan qoldirish bilan, yana ba'zida hukmini va tilovatini biroqla amaldan qoldirish bilan bo'lgan. Amaldan qoldiruvchi oyat nasix, amaldan qoldirilgan oyat mansux deb atalgan. Ma'lumki, Qur'on Karim oyatlari sharoit va voqeliklarning talabiga asosan az-ozdan nozil bo'lib, to'liq 23 yilda tamomlangan. Chunki Alloh taoloning hikmati shuni taqozo qilgan edi. Burungi hukmni keyingi hukm orqali amaldan qoldirish ishi musulmonlarning manfaatiga munosabatli masala bo'lib, ma'lum hukumat musulmonlar uchun manfaatli bo'lgan muddatgacha davomlashgan. Qachoniki musulmonlarning manfaati uning boshqasini taqozo qilganda, Alloh taolo o'z hikmatiga asosan bu hukmni amaldan qoldirib, uning o'rniga boshqa bir hukmni nozil qilgan. Hükümlerini amaldan qaldirish ishi sharoitlarning taqozosiga qarab, goh uning o'rniga yangi hukm belgilash bilan, goh o'rniga hukm belgilamaslik bilan, goh tilovatini o'z o'rnida qoldirib, uning hukmini amaldan qoldirish bilan bo'lgan. Masalan, Alloh taoloning o'z hikmatiga asosan jihad maydonida dushmanning 200 odamiga qarshi 100 musulmon askarning taqobil turishining farzligini belgilagan oyatni nozil qilish orqali ondan burun nazil qilgan dushmanning 200 odamiga qarshi musulmonlardan 20 odamning bardoshlik berishining farzligini belgilagan oyatning hukmini amaldan qoldirganga o'xshash musulmonlar uchun qiyin
keladigan diniy majburiyatlarni belgilagan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib, o'rniga undan yeniklik majburiyatlarni belgilagan oyatlarni nozil qilganiga yoki qiblani masjidi aqsodan masjidi haramga yo'tkaganga o'xshash musulmonlar uchun o'ng'ayliq yoki qiyinliqda farqi bo'lmagan hukmlarni o'z ichiga olgan oyatni nozil qilib, burunqisining hukmini amaldan qoldirganiga yoki payg'ambar alayhissalomga murojaat qilmoqchi bo'lgan odamning oldi bilan fiqirlarga ozroq sadiqa berib o'tib, andin payg'ambarning huzuriga kelishdan iborat islomning dastlabki chog'larida yo'lga qo'yilgan odatni belgilagan oyatning hukmini o'rniga boshqa majburiyatlarni buyurgan biror oyat nozil qilmasdan amaldan qoldirganlikqa o'xshash musulmonlar uchun har zamon munosib ko'rilmagan diniy majburiyatlarni amaldan qoldirganligi faqat musulmonlarning manfaati uchun bo'lgan. Ma'lumki, Qur'on Karimning oyatlari vaqa va hadislarning taqozzosiga asosan az-azdan nozil bo'lgan bo'lib, oyatlardan ilinadigan hukmlar, masalalar va savatlar musulmonlarning manfaati va shart-sharoitiga uyg'un bo'lish doirasi ichida bo'ldi. Qandoqli bir masalani bayon qilib, nozil bo'lgan oyat musulmonlar uchun oxirgacha manfaatli bo'lsa, u manguga shundoq qoladi. Şunu aniq tushunish kerakki, ba'zi oyatlarning hukmlarining amaldan qoldirganligi Alloh taolaning ayni chog'da keyin kishilarni bilmaganligidan emas, balki Alloh taolo har bir masalani sharoitlarga qarab tadrijiy hal qilish va musulmonlarning manfaati uchun shundoq qiladi. Masalan, Alloh taolo haroq ichishni harom qilishda 4 bosqichli usulni qo'llangan. Birinchi bosqichda haroqning foydasidan ziyoni ko'p ekanligini bayon qilingan bo'lsa, foydasidan ziyoni ko'p ekanligi bayon qilingan bo'lsa, ikkinchi bosqichda namozni masolatda o'qishga bo'lmaydiganligi bayon qilingan. Uchinchi bosqichda haroqqa yaqin kelmaslik haqida tavsiyalar bayon qilingan. To'rtinchi bosqichda bo'lsa, haroqning qat'iy haromligi jakarlangan. Bu e'tiqodlarimiz ko'p sonli mufassirlarning qarshidir. Ya'ni ba'zi mufassirlar Qur'on Karimda nasih, ya'ni oyatlarning hukmini amaldan qoldirish yo'q deb qaraydi. Chunki bu ulamolar boshqalar amaldan qoldirilgan degan oyatlarni tavil qiladi va Qur'on Karimdagi oyatlarning har biri o'ziga xos ma'no ifodalaydi, biri yana birini amaldan qoldirmaydi deb e'tiqod qiladi. Ondan Alloh taolo musulmonlarga xitob qilib deydi-ki: "Ey Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan mu'minlar, ilgari Yahudilar Musa alayhissalom talab qo'ygandek, sizlarmi payg'ambarlarga talab qo'ymoqchimi? Ilgirki Yahudilar o'z payg'ambari Musa alayhissalomdan Rabbini ochiq ko'rsatib berishni talab qilgan edi. Axir ularning aqibati ichinishlik bo'ldi. Ya'ni chaqmoq chaqib ularning jinni olgan edi. Ondan Alloh taolo ularga rahim qilib, ularni qayta tiriltirgan edi. Shuni unutmanglar, kimki Qur'on Karim ishonmay, uning boshqasini talab qiladigan, u rostla to'g'ri yo'ldan izib ketgan bo'ladi." Muhim nuqtalari. Birinchi, Qur'on Karimda ilgari nozil qilingan ba'zi oyatlarning hukmi keyingi munosabatlik oyatlarning nozil bo'lishi bilan amaldan qoldirilgan bo'lib, buning hikmatini Alloh taolo o'zi biladi. Musulmonlar uchun foydali sharoitlarga mos keladigan hukmlarni nozil qilish orqali burunqi shu mavzulardagi ko'p hukmlarni amaldan qoldirish Alloh taoloning bandalari bo'lgan cheksiz shafqati va marhamatini ko'rsatadi. Uchinchi, Alloh taoloning belgilamalariga rozi bo'lib, ularni mamnunlik bilan qabul qilish mu'minlar uchun farzdir. To'rtinchi, din to'g'riliq behuda savollarni so'rashning foydasi yo'q. Burunqi ummatlarning halok bo'lganligimi, ularning diniy masalalarda ro'shan bayonlarga kifoya qilmay, ko'p savol so'rab, dinni qiyinlashtirib etib, amal qila olmaganligidan edi.
Allah. Minnettarlık hatırsı.
Bugün müşinçilik bolsun. Allohga emanet Mavlaga.